Koreyaning an'anaviy meditsinasi va zamonaviy meditsina keyin o'sha ko'z qorachig'idagi meditsinani birlashtirilgan holatda mana shunday ko'rilar ekan. 겉으로는 튼튼해 보이는 사람, 약해 보이는 사람이지만 Bu yerda hozir mana kuchli ko'rinib turgan inson va ozgina kuchsiz ko'rinib turgan inson bor. 우리가 홍채를 봐야 이 사람의 조직이 정말 튼튼한지 약한지 알 수 Hozir 있습니다. ko'z qorachig'iga qarab mana qaysi bir insonni kuchliligi, qaysi bir insonni zaifligini ko'rishingiz mumkin. 그래서 저희 홍채 유전 체질 의학에서는 한국의 사상 의학과 홍채의 그 결합 조직의 강약에 따라서 이렇게 질병이 잘 걸린 체질을 분류를 했습니다. Hozir mana shu yerda ko'rsatilganidek, ko'zni turiga qarab, yuqoridagi turiga qarab ajratilar ekan. 사실 이것을 구별하는 것은 많은 공부가 필요하지만 지금 저희가 Buni ajratish uchun juda ham ko'p o'qish kerak, o'rganish kerak deb aytyaptilar. 지금 저희가 2023년에 정부에서 지원을 받아서 이 홍채로 체질을 분류하는 AI를 만들었습니다. 2023-yilda biz o'sha ko'z qorachig'ini tekshirish bo'yicha sun'iy intellekt yaratdik. 그래서 환자의 홍채를 오른쪽 왼쪽에 두 개를 집어넣으면 Hozir bemorlarda o'ng taraf, chap taraf ko'zini qo'yib, o'sha sun'iy intellektga qo'yib, 이렇게 결과가 도출되는 AI 프로그램을 완성했습니다. mana shunaqa natijasi chiqar ekan. 여기에는 이 환자가 결합 조직이 얼마나 건강한지도 나와 있고 Bu yerda hozir o'sha inson tanasining qanchalik sog'lomligini aniqlash mumkin ekan. 그리고 어떤 체질이 몇 퍼센트에 해당되는지도 나와 있습니다. Bu yerda o'sha qaysi tur yuqori protsentdaligini aniqlash mumkin ekan. 그리고 이제 인체의 어떤 장기가 허약하게 타고났는지도 알 수 있습니다. Umumiy hamma ma'lumotlarni shu ko'z qorachig'idan aniqlash mumkin ekan.